Assalomu alaykum qirolichalarim, qalaysizlar, tuzumsizlar, ishlaringiz zo'rmi? Va'da qilingan sovg'alar ofislarga yuborilishni boshladi. Birinchi sovg'a korobkasini ochishni boshladim. Bu qanaqa aksiya edi, bu qanaqa sovg'a edi deb o'ylayapsizmi? Faberlic kompaniyasi 16-katalogda biz uchun kompaniyamiz qozon naborlar to'plamini aksiyaga qilgan edi. Mana shu qozon naborlarimiz mana shunaqangi korobkalarda qizlarimizga yetib kelishni boshladi. Dadadam qilib kutib olamiz. Yaqinroq keling, videoni olib keling, qizlarimiz ko'rishsin. Mana sizlar uchun o'sha va'da qilingan qozon nabori to'plami. Shunaqangi chiroyli Faberlic brendi ostida keldi. Oho. Mana chiqarib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu bittasi Faberlic kompaniyasi bitta nabor emas, ikkita naborni sovg'aga berdi. Mana bunisini hammani ko'rdinglarmi qizlar? Faberlic kompaniyasida nimaiki aksiya qo'yilsa, shubhasiz ishonsanglar bo'ladi. Bu aksiyalar albatta qizlarimizga yetib boradi. Va bu aksiyalarimizni kompaniyamiz nakladnoyida o'zini familiya ismiga berib yubordi. Mazza qilib qizlarimiz endi bu naborni oshxonalarda bezatib ishlatishadi. Hamma g'olibi bo'lgan qizlarimizni chin qalbimdan tabriklayman. Yutuqlaringiz davomiy bo'lsin qizlar. Omad yor bo'lsin.